Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Prezidentimiz topshirig'iga asosan har hafta tadbirkorlar bilan uchrashuv rejalashtirilgan. Shu bo'yicha sizlarga chaqirdik. Kimda nima masala bo'lsa, birorta yordam kerak bo'lsa, qanaqadir kredit kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytsanglar, shu bo'yicha biz ijobiy hal qilib beramiz. Kimda masala bor, kimda qanaqadir ehtiyoj bor, aytsak. Marhamat. Men Toshko'zeva Kamoli 100 million kredit olmoqchi edim. Qaysi modeldansiz? Qashqarniki. Bo'ldi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bizda 312-qaror asosida kredit ajratiladi. Unga yaqinda boshlanishingiz kerak, 1 yilga aylanmasi bo'lishi kerak yoki bizdan avval oila tadbirkorligi yo'nalishidan kredit olib yopgan bo'lsangiz, shuni yaqinda olsangiz kredit ajratib bera olamiz. Kredit olib yopganman. Oila tadbirkorligi yo'nalishida kredit olib yopgansiz. Unda yaqinda olishtirib hujjatlar taqdim qilsangiz, 3 bank ish kunida ijobiy hal qilib, baholasi kredit chiqarib beramiz 100 million so'm. Yani kreditlar qanaqa masala bor? Men Shamshir Hasanboy, Sirmonboy muhayyadan keldim. 18 yoshdaman. Shu yoshlar uchun ajratilgan kreditlarni olmoqchi edim. Unga kredit olmoqchi edim. Qaysi muhayyadansiz? Sirmonboy. Sirmonboyniki. Bo'ldi, Sirmonboy muhayyadan bo'ladigan bo'lsa, bizda 17 million so'mlik 4 yillik kreditimiz bor. 6 oy imtiyozli davr bilan 25 o'g'il bola 25, ayoldan 20%. Sizga kredit chiqarib, hujjatlaringizni taqdim qilsangiz, katta ma'lumotlaringizni beramiz. Agar katta ma'lumotlaringiz yaxshi bo'lsa, 3 bank ishida sizga ijobiy hal qilib beramiz. Boshqa hech kimga muammo, masala yo'qmi? Yo'q.